Agar sizda pensiya guvohnomasi bo'lsa yoki ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pensiya guvohnomasini faqat men pensionerman degan oddiy qog'oz yoki plastik hujjat deb o'ylaydi. Aslida esa bu hujjat orqali ayrim joylarda chegirma olish, ayrim xizmatlardan tezroq foydalanish, ayrim to'lovlarda yengillik so'rash, hatto o'z huquqingizni himoya qilish imkoniyati bor. Men bugun sizga hech kim ko'p gapirmaydigan 9 ta yashirin imkoniyatni tushuntirib beraman. E'tibor bering. Hamma imkoniyat ham avtomatik berilmaydi. Ba'zilarini so'rash kerak, ba'zilariga ariza yozish kerak, ba'zilarida esa hududiy tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta oddiy ma'lumot ham sizga yoki yaqinlaringizga pul, vaqt va asabni tejab qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar uchun pensiya, nafaqa, imtiyoz, hujjat va davlat xizmatlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik pensiya guvohnomasini faqat pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatardi. Masalan, odam pensiyaga chiqadi, unga guvohnoma beriladi. U hujjatni uyda saqlaydi. Kerak bo'lsa, bankka, mahallaga yoki pensiya bo'limiga ko'rsatadi. Bo'ldi. Aksariyat pensionerlar bu hujjatni kundalik hayotda ishlatish mumkinligini bilmagan. Hozir vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari raqamlashtirilmoqda, ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Lekin baribir amaliy hayotda pensiya guvohnomasi juda kerak bo'lib qolmoqda. Ayniqsa dorixona, shifoxona, transport, sanatoriy, kommunal xizmatlar, ijtimoiy yordam, bank, notarial ishlar yoki turli tashkilotlarga murojaat qilganda bu hujjat pensioner maqomingizni tez tasdiqlab beradi. Lekin eng katta muammo shundaki odamlar o'z huquqini bilmaydi. Masalan, pensioner do'konga kiradi. Dorixona yoki tibbiy xizmatda chegirma borligini so'ramaydi. Yoki mahallaga borib moddiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yakka yolg'iz keksalar ro'yxati, uyda parvarish xizmati haqida so'ramaydi. Natijada imkoniyat bor. Lekin odam undan foydalanmaydi. Yana bir muhim narsa, pensiya guvohnomasi hamma joyda bir xil sehrli kalit emas. U sizga maqom beradi, lekin imtiyozning o'zi alohida qaror, tartib yoki tashkilot ichki qoidasi bilan belgilanadi. Shuning uchun men sizga bugun nafaqat imkoniyatlarni, balki ularni qanday so'rash, qayerga murojaat qilish va nimadan ehtiyot bo'lish kerakligini ham aytaman. Eng oddiy, lekin eng ko'p foyda beradigan imkoniyat shu. Pensiya guvohnomasi sizning pensioner ekaningizni rasmiy tasdiqlaydi. Bu nimaga kerak? Masalan, siz shifoxonaga, mahallaga, bankka, notariusga, ijtimoiy xizmatga yoki davlat xizmatlari markaziga bordingiz. U yerda sizdan pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjat bormi deb so'rashlari mumkin. Agar guvohnoma yoningizda bo'lsa, siz ko'p gap tushuntirib o'tirmaysiz. Hujjatni ko'rsatasiz, masala tezlashadi. Ayniqsa, keksa odamlar uchun bu juda muhim. Chunki har bir idorada navbatda turish, qayta-qayta kelish, boshqa hujjat olib kelish katta qiyinchilik. Masalan, 6-7 yoshli otaxon kommunal to'lov bo'yicha aniqlik kiritish uchun tashkilotga boradi. Undan pasport so'rashadi, keyin pensioner ekanini tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar pensiya guvohnomasi bo'lmasa, ertaga olib keling deyishlari mumkin. Lekin guvohnoma bo'lsa, masala shu kuni hal bo'lishi ehtimoli oshadi. Ko'pchilik bilmaydi. Ayrim poliklinika, shifoxona, diagnostika markazlari va xususiy klinikalarda pensionerlar uchun alohida chegirmalar, alohida navbat yoki yengillashtirilgan tartib bo'lishi mumkin. Bu har doim ham davrga katta qilib yozilmaydi. Ba'zan faqat kassada yoki ma'muriyatdan so'rasangiz aytishadi. Masalan, xususiy laboratoriyada qon tahlili 1 ming so'm turadi. Pensionerlar uchun 10% chegirma bo'lsa, 20 ming so'm tejaysiz. Bir marta uncha katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin pensioner odam o'yiga 2-3 marta analiz topshirsa, yil davomida ancha mablag' tejaladi. Agar MRT, UZI, kardiolog, nevropatolog kabi xizmatlarda chegirma bo'lsa, farq yanada seziladi. Men doim shuni maslahat beraman. Har qanday tibbiy muassasaga borganda kassaga yoki registraturaga shunday savol bering: pensionerlar uchun chegirma yoki imtiyoz bormi? Pensiya guvohnomam bor. Bu savol uyat emas. Bu sizning huquqingizni bilishingiz. Agar chegirma bo'lmasa ham siz hech narsa yo'qotmaysiz. Agar bo'lsa pulingizni tejaysiz. Pensionerlar dori-darmonga eng ko'p pul sarflaydigan guruhlardan biri. Qon bosimi, yurak, diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z
oshqozon, nerv tizimi uchun doimiy dorilar kerak bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bu yerda ham yordam berishi mumkin. Ayrim dorixonalar pensionerlarga ma'lum kunlarda yoki ma'lum dorilarga chegirma qiladi. Masalan, seshanba kuni 5%, juma kuni 7% yoki doimiy mijoz kartasi orqali qo'shimcha chegirma. Buni hamma ham bilmaydi. Chunki sotuvchi har bir odamga alohida aytib o'tirmaydi. Misol keltiraman. Onaxon oyiga dardi mehr 1000 so'mlik dori oladi. Agar dorixonada pensionerlar uchun 5% chegirma bo'lsa, oyiga 22500 so'm tejaydi. Bir yilda bu 27000 so'm bo'ladi. Bu pulga yana bir necha quti dori yoki oziq-ovqat olish mumkin. Bundan tashqari ayrim kasalliklar bo'yicha davlat dasturlari bepul yoki imtiyozli dorilar. Oilaviy poliklinika orqali beriladigan ro'yxatlar bo'lishi mumkin. Bu yerda pensiya guvohnomasi bilan birga tibbiy karta, tashxis, shifokor xulosasi ham kerak bo'ladi. Shuning uchun faqat dorixonadan emas, oilaviy shifokordan ham so'rang. Mening tashxisim bo'yicha imtiyozli dori beriladimi? Qanday ro'yxatga kirishim kerak? Pensiya guvohnomasi kommunal to'lovni avtomatik kamaytiradi deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Chunki yengilliklar turlicha tartibga ega. Ayrimlari nogironlik, yakka yolg'izlik, kam ta'minlanganlik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, mahalla ro'yxati kabi holatlarga bog'liq bo'ladi. Lekin pensiya guvohnomasi bu jarayonda asosiy tasdiqlovchi hujjatlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Masalan, yolg'iz yashaydigan 7-2 yoshli ayolning pensiyasi 20.200.000 so'm. Gaz, elektr, suv, dori va oziq-ovqatdan keyin qo'lida deyarli pul qolmaydi. U mahallaga borib ijtimoiy yordam yoki moddiy ko'mak so'rashi mumkin. Bunda undan pasport, pensiya guvohnomasi, daromad haqida ma'lumot, yashash sharoiti bo'yicha davlatnoma so'ralishi mumkin. Bu yerda eng katta xato nima? Odamlar barib bermaydi deb umuman murojaat qilmaydi. Men esa aytaman, murojaat qiling. Agar rad qilishsa, sababini yozma so'rang. Chunki ko'p hollarda yordam ehtiyojiga qarab, hujjatlar to'liq bo'lsa, komissiya qarori bilan beriladi. Ko'plab pensionerlar har kuni shifoxona, bozor, bank farzandlari u yoki boshqa joylarga qatnaydi. Transport xarajati kichik ko'rinsa ham oy oxirida seziladi. Ayrim hududlarda, ayrim transport turlarida yoki ayrim toifalar uchun bepul yurish, chegirmali karta, ijtimoiy transport kartasi alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men bu yerda juda aniq aytaman. Barcha pensionerlarga ham hamma joyda bepul transport kafolatlangan deb o'ylamang. Bu xato. Lekin pensiya guvohnomangiz bo'lsa, siz kassadan, transport boshqarmasidan yoki davlat xizmatlari markazidan o'zingizga tegishli yengillik bor yo'qligini aniqlashingiz mumkin. Masalan, tuman markazidan viloyat shifoxonasiga qatnaydigan otaxon bir oyda 4 marta borib keladi. Har safar yo'l 3000 so'mdan bo'lsa, oyiga 2000 so'm ketadi. Agar u ijtimoiy yordam, yo'l kompensatsiyasi yoki imtiyozli yo'llanma olish tartibini bilsa, xarajatini kamaytirishi mumkin. Ayniqsa, davolanish uchun boshqa shaharga boradigan pensionerlar buni albatta tekshirish kerak. Pensiya yoshidagi odamlar uchun eng kerakli xizmatlardan biri sanatoriy va reabilitatsiya. Bel og'rig'i, yurak-qon tomir kasalliklari, insultdan keyingi tiklanish, bo'g'im muammolari, nafas yo'llari kasalliklarida sanatoriy davosi foydali bo'lishi mumkin. Ko'pchilik sanatoriy faqat tanish-bilish orqali bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim toifalar uchun davlat yoki ijtimoiy tashkilotlar orqali yo'llanma olish tartiblari mavjud bo'lishi mumkin. Bu jarayonda pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosa, shifokor tavsiyasi, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Masalan, 7000 yoshli pensionerda qon bosimi yuqori va yurak muammosi bor. U shifokorga borib, menga sanatoriy tavsiya qilinadimi deb so'rashi kerak. Shifokor tashxisga qarab xulosa beradi. Keyin u ijtimoiy himoya organi, mahalla yoki tegishli tashkilotdan yo'llanma tartibini so'raydi. Pensiya guvohnomasi bu yerda uning yoshlik va pensioner maqomini tasdiqlaydi. Eng muhim nuqta. Yo'llanmalar navbat asosida bo'lishi mumkin. Bugun murojaat qilib ertaga ketaman deb o'ylamang. Lekin navbatga turmasangiz umuman imkoniyatdan foydalana olmaysiz. Pensionerlar ko'pincha pensiyani bank kartasi orqali oladi. Lekin bank xizmatlarida ham bilib qo'yish kerak bo'lgan nozik jihatlar bor. Ayrim banklar pensionerlar uchun bepul karta chiqarishi, karta xizmat haqini kamaytirishi, SMS xabarnoma narxida yengillik berishi, omonat bo'yicha maxsus taklif qilishi yoki kreditda alohida shart qo'yishi mumkin. Bu degani har bir bank sizga albatta chegirma beradi degani emas.
Lekin pensiya guvohnomasi bilan siz pensionerlar uchun maxsus mahsulotlar bor yo'qligini so'rashingiz mumkin. Bank xodimidan shunday deb so'rang: "Men pensionerman. Pensiya kartasi, omonat yoki xizmat haqi bo'yicha alohida shartlaringiz bormi?" Masalan, pensioner kartadan har oy naqd pul yechadi, kommunal to'lov qiladi, dorixona va do'konda to'laydi. Agar kartada cashback bo'lsa, ayrim xarajatlar qaytishi mumkin. Agar xizmat haqi past bo'lsa, yil davomida pul tejaladi. Agar omonat foizi yaxshiroq bo'lsa, qo'ldagi ozgina jamg'arma ham foyda keltiradi. Lekin ehtiyot bo'ling. Pensionerlar firibgarlar uchun eng zaif guruh hisoblanadi. Hech qachon telefon orqali kelgan odamga karta raqami, SMS kod, PIN kod, pasport ma'lumoti yoki pensiya kartasi ma'lumotini aytmang. Bank hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya guvohnomasi borligi sizni himoya qilmaydi. Agar siz maxfiy ma'lumotni o'zingiz berib qo'ysangiz, keksalar uchun eng og'ir narsa navbatda uzoq turish. Davlat xizmatlari markazi, poliklinika, bank, notarius, kommunal tashkilot, kadastr, soliq yoki boshqa idoralarda pensionerlar uchun alohida oyna, ustuvor qabul, elektron navbatda yordam, maslahatchi xizmati bo'lishi mumkin. Bu hamma joyda bir xil ishlamaydi. Lekin siz pensiya guvohnomangizni ko'rsatib, "Men keksa yoshdaman, uzoq kutishim qiyin, pensionerlar uchun alohida tartib bormi?" deb so'rashingiz mumkin. Ayniqsa sog'lig'i yomon, yurishi qiyin, nogironligi bor yoki yolg'iz kelgan pensionerlar buni so'rashdan tortinmasligi kerak. Hayotiy misol, onaxon davlat xizmatlari markaziga keladi, elektron navbat olishni bilmaydi. U jim tursa, 1 soat sarson bo'lishi mumkin. Agar kirishda maslahatchiga pensiya guvohnomasini ko'rsatib, "Menga yordam bering, men buni tushunmayman" desa, ko'pincha xodimlar yo'l yo'rib ko'rsatadi. Bu ham imkoniyat. Hujjat bor, maqom bor, faqat undan foydalanish kerak. Pensionerlar hayotida notarial ishlar ko'p uchraydi. Vasiyatnoma, hadya shartnomasi, ishonchnoma, meros, uy-joy hujjatlari, farzandga ruxsat, pensiyani olish uchun ishonchnoma. Bu ishlarning ayrimlarida davlat boji, notarial tarif, xizmat haqi bo'ladi. Ayrim toifalar uchun yengilliklar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa hujjat turi va shaxs maqomiga qarab to'lov farq qiladi. Pensiya guvohnomasi bu yerda sizning pensioner ekaningizni ko'rsatadi. Notariusga borganda albatta so'rang: "Pensionerlar uchun davlat boji yoki xizmat haqida imtiyoz bormi? Agar men yolg'iz pensioner bo'lsam yoki nogironlik bo'lsa, tartib o'zgaradimi?" Bu savollar juda muhim. Masalan, otaxon uyini farzandiga hadya qilmoqchi. U darhol hujjatga imzo qo'yishdan oldin barcha xarajatni, soliq oqibatlarini, keyin o'zining uyda yashash huquqi qanday bo'lishini, boshqa farzandlar e'tiroz qilsa nima bo'lishini so'rashi kerak. Pensiya guvohnomasi imtiyoz uchun kerak bo'lishi mumkin, lekin undan ham muhimi, pensioner odam shoshmasdan maslahat olish kerak. Chunki bir marta noto'g'ri imzo qo'yilsa, keyin sudma-sud yurishga to'g'ri keladi. Endi men sizga kimlar bu mavzuga ayniqsa jiddiy qarashi kerakligini aytaman. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ularning daromadi cheklangan, yordam so'raydigan odami kam, hujjat ishlari ham qiyinroq. Ikkinchi guruh surunkali kasalligi bor pensionerlar. Ular dorixona, poliklinika, sanatoriy va imtiyozli dori masalalarini albatta o'rganishi kerak. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Chunki ularda pensiya guvohnomasidan tashqari nogironlik guvohnomasi ham bo'lishi mumkin va imkoniyatlar kengayadi. To'rtinchi guruh pensiyasi kam, kommunal xarajati ko'p bo'lgan oilalar. Bunday holatda mahalla, ijtimoiy himoya, moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, uyda parvarish xizmati kabi masalalar o'rganilishi kerak. 5-guruh pensiya yoshiga yangi chiqqanlar. Ular guvohnomani olishi bilan uni faqat shkafga qo'yib qo'ymasdan, qayerlarda ishlatish mumkinligini bilib olish kerak. Kimlar shoshilmasligi mumkin? Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, sog'lig'i yaxshi bo'lsa, alohida yordamga muhtoj bo'lmasa, baribir guvohnomani saqlab yurish kerak. Lekin har bir xizmat bo'yicha yugurib yurishi shart emas. Lekin bu menga kerak emas degani emas. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat: pensiya guvohnomasi imtiyozni avtomatik bermaydi. Bu hujjat sizning maqomingizni tasdiqlaydi. Imtiyoz esa alohida tartib bilan belgilanadi. Shuning uchun guvohnomam bor. Menga hamma narsa bepul bo'lishi kerak deb o'ylash noto'g'ri. To'g'ri yo'l: mening maqomim bo'yicha qanday yangilik bor deb so'rash. Ikkinchi nozik jihat: hududlar farq qiladi. Toshkentda bor chegirma boshqa viloyatda bo'lmasligi mumkin. Bir dorixonada bor aksiyat boshqa dorixonada yo'q.
bir bankda pensionerlar uchun maxsus karta bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun aniq ma'lumotni o'sha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan oling. Uchinchi nozik jihat hujjat muddati va holati. Guvohnoma eski, yirtilgan, yozuvlar o'chgan bo'lsa, ayrim joylarda qabul qilmasligi mumkin. Agar ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, masalan familiya, pasport ma'lumotlari, yashash joyi, buni yangilash kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat firibgarlik. Pensiya guvohnomangizni bering. Sizga qo'shimcha pul chiqarib beraman. Karta raqamingizni ayting, imtiyoz tushiramiz. SMS kodini ayting, davlat yordami keladi degan gaplarga ishonmang. Davlat yordami yoki pensiya masalasi rasmiy idora, mahalla, bank yoki davlat xizmatlari orqali hal bo'ladi. Ko'chadagi odam, telefondagi notanish shaxs orqali emas. 5-nozik jihat, ariza yozmasangiz ko'p narsa boshlanmaydi. Odamlar og'zaki so'raydi, xodim yo'q deydi. Shu bilan to'xtaydi. Men doim tavsiya qilaman, muhim masalada yozma, ariza bering. Arizada ism, familiya, manzil, telefon, pensiya guvohnomasi ma'lumoti, so'rayotgan masalangizni aniq yozing. Nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Shunda javob ham rasmiy bo'ladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni tekshiring. Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, berilgan sana kabi ma'lumotlar to'g'rimi? Hujjat o'qilishi osonmi? Agar hujjat yo'qolgan, yaroqsiz holga kelgan yoki ma'lumotda xato bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali dublikat yoki yangilash tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjat papkasi tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, pensiya kartasi rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, mahalla ma'lumotnomalari, kommunal to'lov kvitantsiyalari bo'lsin. Keksa odam har safar hujjat qidirib qiynalmasligi kerak. 3-qadam. Mahallaga boring. Men pensionerman. Mening holatim bo'yicha qanday ijtimoiy yordam, moddiy ko'mak, uyda parvarish, oziq-ovqat yordami yoki boshqa dasturlar bor deb so'rang. Agar yolg'iz yashasangiz, buni alohida ayting. Agar dori xarajatingiz ko'p bo'lsa, buni ham ayting. 4-qadam, oilaviy poliklinikadan so'rang. Shifokorga kirib, tashxislaringiz bo'yicha imtiyozli dori, reabilitatsiya, sanatoriy tavsiyasi, bepul tekshiruvlar bor yo'qligini aniqlang. Shifokor xulosasini og'zaki emas, hujjat sifatida oling. 5-qadam, har bir to'lov joyida chegirma bor yo'qligini so'rashni odat qiling. Dorixona, klinika, laboratoriya, transport kassasi, bank, notarius, kommunal tashkilot, hatto ayrim savdo markazlarida ham shunday so'rang. Pensionerlar uchun chegirma bormi? Bu savol sizga o'yga o'z bo'lsa ham yiliga sezilarli tejamkorlik beradi. 6-qadam. Ariza yozishni o'rganing. Ariza matni murakkab bo'lishi shart emas. Masalan, men falonchi pensiya yoshidagi fuqaro sifatida holatimni o'rganib, menga tegishli ijtimoiy yordam va imtiyozlar haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Shundan keyin sana imzo, telefon. Agar aniq yordam so'rasangiz, moddiy yordam ajratish, sanatoriy yo'llanmasi uchun navbatga qo'yish, uyda parvarish xizmatini ko'rib chiqish deb yozing. 7-qadam. Farzandlar va nabirlar yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki buvingiz, bobongiz pensiya guvohnomasini qayerda saqlashini, qanday imtiyozlardan foydalanayotganini tekshirib bering. Ular internetdan topa olmasligi, telefon orqali so'rashga uyalishi mumkin. Siz bitta qo'ng'iroq bilan ularga katta yordam berasiz. Bugun men sizga pensiya guvohnomasi faqat oddiy hujjat emasligini tushuntirdim. U pensioner maqomini tasdiqlaydi. Tibbiy xizmatlarda, dorixonalarda, kommunal va ijtimoiy yordamda, transportda, sanatoriyda, bankda, davlat xizmatlarida, notarial va huquqiy masalalarda sizga yo'l ochishi mumkin. Eng muhimi, imkoniyatlar ko'pincha o'z-o'zidan kelmaydi. Ularni so'rash, hujjat tayyorlash, ariza berish va rasmiy javob talab qilish kerak. Mening asosiy maslahatlarim shular. Guvohnomangizni tartibga keltiring. Nusxalarni tayyorlang. Mahalla va poliklinikadan imkoniyatlarni so'rang. Har bir xizmat joyida pensionerlar uchun chegirma bor yo'qligini tekshiring. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling va muhim masalada albatta yozma ariza bering. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya guvohnomasi orqali biror chegirma, yordam yoki imtiyoz olgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz
yoki pensiya yoshidagi tanishlaringizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir pulini, vaqtini va sog'lig'ini asrab qoladi.